21-oktyabr o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun. O'zbek tiliga davlat maqomi berilishi va har yili mamlakatimizda 21-oktyabrning til bayrami sifatida keng nishonlanishi bu ona tilimizga bo'lgan cheksiz hurmat, ma'naviyatimizga, millatimizga bo'lgan e'tibor namunasidir. Ona tilim g'ururim, faxrim. Ona tili millatning ruhi, uning ko'zgusidir. Til davlat timsoli, mulki. Tilni asrash, rivojlantirish millatning yuksalishi demakdir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida davlat tilining maqomi huquqiy jihatdan mustahkamlab qo'yilgan. Ya'ni ona tilimiz mustaqil davlatimizning bayrog'i, gerbi, madhiyasi bilan bir qatorda turadigan, qonun yo'li bilan himoya qilinadigan muqaddas davlat ramzi hisoblanadi. Qadring baland bo'lsin ona tilim.